Assalomu alaykum. Nabijon Nurmatov Live kanaliga xush keldilaringiz. Bu mashin Toyota Pro'da emas. Bu Ariol qarang. Turgan turishi mashinning Ariol. Tog'dan kelsangiz ham, zog'dan kelsangiz ham, cho'ldan kelsangiz ham bu mashin Toyota Pro'da haqiqatan mashinda. Inam Toyota Pro'da borodira furushiyay. Do'stlar, endi sizlarga polni podrobni informatsiya bermoqchimanki, maqsad Ariolni Toyota Pro'daga teng qilsangiz, bu Arioldan baribir. Nimaga deganda, osti baland, miyaqki, chuqurlardan plavna o'tadi. Tog'larda bez atkas jirishlari juda yaxshi. 2009-yil Toyota Pro'da narxga keladigan bo'lsa, birinchi o'chira sizlarga narxi interesni 258 ming saman desada 58,000 somon bu arzon meshava. Ya'ni ki arzon bo'ladi. 258 ming saman. Buni yerga kelsangiz, mana shu yerga men hayron qilyapman. Minishga kelsangiz, prosta mina olmaysiz-da. Bunday kelasiz, tuflini bunday qilib qo'yasiz. Taqillatib qo'yasiz, buni ushlaysiz. Bu tilashki xuddi bir hali Kamazga mingandek. O bismillahirrohmanirrohim deb bunday o'tirasiz. Dalshkeyin haydaysiz. Tamam, boshqa birin kambudi yo'q. Endi sizlarga utilizatsiyasi bor, 1 yillik dokumenti bor, temnitining dokumenti bor. Bismillah deganda aylanib ko'ramiz. Ketdik. Mana shu tarafdan sizlarga birinchi salonni bir ko'rsatib berayin. Buna biz shofyorga taraf salon, torpeda, avtomat korobka. Bu tarafga kelayotgan bo'lsak, arqa salon, kojinli salon. Siz vafsha ondan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Mashinani men sizlarga prosta tak chiqarmayman. Buni aylanib ko'ring, uyurilib ko'ring. Tog'dan keling, zog'dan keling, haliga burkutmay uchib keling osmonga, bu mashin. Chunki burkut Ariol degancha bor. Ariol men teng qilib ko'chaga haydaydi, Ariolni uchiring. Arioldan inshaalloh bu oldinga ketadi. Buni qarang. Juda ham yaxshi mashindan. Agar pulingiz bo'lsa, bemalol narxlashib, savdoni qilib olsangiz bo'ladi. Advadit qilmaydi. Adresi Kolxozobod, Yangi Turmushda. Pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qiling, telefon qiling. Mana shu asfaltga chiqasizda, xohlasangiz gaz bosib yeringiz kelsa, mana shu tog'ga bosasiz. To'g'ri adirga bosasiz, adirga bez atkaz chiqadi. Az men sizlarga kapotni ko'rsatmoqchiman, motorni. Motorni polni ko'rasiz inshaalloh. Motorning qanday, nima 2009-yil Pro'dalarning motori nima bo'ladi, lekin men uni uncha tushunmayman. Ochib berdim. Cho'tam ochib jirmaganman, uncha bilmayman, to'g'risida. Mana bu nimadir 6 yozilib bor. Menimcha motorlar necha bo'lsa ularning? 6 mi ekan? Endi men bilmayman, kimdir qanday motor shu mashinlarnikini tushungan odamlar biladi. Motorni egasi aytdiki, zavodskoy tarafda plombasi mana shu zavodskoy plombalari bo'ladi ekan, ana shu plombalarda turibdi ekan. Endi men u yo'q motorga uncha sistemaga tushunmayman. Boshqa taraflari juda yaxshi. Pakrishkalarga kelsak 95%, chunki yangi pakrishka pashti. Buni orqalar 99% ekan. Hammasi ham juda yaxshi. Buni bir ayoldan olib ko'ring. Orqasidan kelayotgan bo'lsak, buni orqani qanday qilib ochadi, lekin buni ham bilmayman lekin. Ha, shu yo'lmi? Yo'q, bu bundaymi boshlar ekan, deyim bo'ldi. Jon boshqa ha. Buning orqasiga nima artsangiz bo'ladi. Endi bunga bola artish to'g'ri kelmaydi. Bu yerga shunday kelasizda, xalasangiz yeki pachka, yeki mushuk, qop pul bo'lsa, xitir berasizda, darshi bosasiz. Hali baylar minayotgan mashinlardan dollarlarni bu jolmaymi ta? Jablar ekan. Dollarni qavman olib kelasizda, xitir berasizda, darshi bosasiz. Maqsadimki, endi maqtasam maqtay beraman mashinani. Chunki o'zimizning kolxozdan bilaman qanday mashin, nima mashinligini, bez atkaz jiradi. Pastdagi nomerlarga yana bir marta aytaman. Ana telefon qiling, ham WhatsApp, ham promoy nomer. Yana sizga nima kamchilik, batafsil video qilib sizga yana surat taylaysiz, surat taylay, narxini kelsangiz bemalol olishingiz mumkin. Iloji bo'lsa, iltimos sizlardan olayotgan odamlar shuni telefon qilsa, yaxshidan yaxshilar olmay turib bezovta qilishi mumkin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.